Lekin Orzu ro'molni hijob deb o'ramaganda, to'g'rirog'ida hijob deb o'ramagan, shunchaki ro'molni o'ragan. Orzu bu hayotda o'zi faqat kulib yuradigan, o'zgalarga tabassum bag'ishlab yuradigan qiz edi-da. Hozir oramizda yo'q. Gapirishga nima deb bilmayman. Ana bolasini orqasidan katta pullarni olib o'tiribdi ota-onasi deydi. Keyin agar o'lib qolsangiz deyapman, Instagramingizni o'zim yuritaman dedimda. Koma holatida yotibdi, hozir to'g'riroq ayas shokda. Qabristonga borib, hamma ketgan vaqtda men o'sha narsani faqat o'zim uchun oldim-u, lekin internetga joyladim. Asal ketma dedi-da o'sha kuni. Mol yetmaganda o'lmasdi, ro'mol hech narsani hal qilmaydi. Odam o'ylash kerakki, u ota-ona ezilib ketyapti, jigarini, yuragini, parchasini ko'mib qo'ydi, lekin uni odamlar tushunmayapti. Madinani ayasi shubhada. Men qizim uyushtirilgan bo'lsa-chi degan fikrda hozir men. Nima uchun o'lgan odamning orqasidan shunaqa qilib gapirish kerakmi? Endi odam o'ylab gapirish kerak. Bir narsani yozganda o'ylab yozish kerak.